Assalomu alaykum. Bor yo'g'i 170 ming so'mga yuzingizdagi dog'laringizni, xiraliklarni, sepkillarni ochartirishni xohlaysizmi? Buni imkoni bor albatta. Men sizlarga bugun ko'p ayollarimizni sinab ko'rgan, dog'lariga yaxshi natija beradigan mahsulotlarimizni aytib o'taman. Bu mahsulotlarimiz koreyskiy, dermatologiskiy, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yuz uchun juda ham foydali, yaxshi effektga ega. Yuzingizda tozalovchi penkasi bo'ladi. Har kuni ertamadan kechqurun yuzingizni yuvasiz. Hamda yuzingizni namlantiruvchi vitamin C, niasinamidli toneri bo'ladi va sivritkasi bo'ladi. Shu tartibda niasinamid, vitamin C yuzingiz uchun ertamadan kechqurun foydalanasiz. Kechqurun yotishdan 1 soat 2 soat oldin surtib olasiz. Shu bilan ertamatanga yuzingiz mana bu surtilgan mahsulotni shimib tortib oladi. Kunduzi ertalab ham ishlatsangiz orqasidan SPF krem surtasiz. Faqat kunduzi surtasiz SPF kremni. SPF krem juda ham foydali. Qizlar joylar, hozir havo sovuq, yuzingizdagi dog'laringiz, sepkillaringizni ochartirib olsangiz bo'ladi. Bahor faslidan boshlab yana quyosh ta'sirida yuzingizdagi dog'laringiz to'qarib ketadi. Hozir dog'lar uchun mini naborlarimizdan ishlatasiz. Bahordan qalin qilib SPF kremni uzmasdan surtib yurasiz. Qizlar jonlar, quyosh ta'sirida yuzimizda melatonin pigmenti hosil bo'ladi. Keyin ozgina xiraligimiz, ozgina dog'larimiz ham quyoshda melatonin pigmenti hosil bo'lib to'qarib ketadi ranglari. Shu uchun albatta SPF kremni ishlatinglar. Budjetli variantda bo'lsa ham o'rtacha narxdagi SPF kremlarimiz bor. 85 ming so'mdan 70 ming so'm atrofida bor. Umuman SPF krem ishlatmagandan ko'ra budjetlisini bo'lsa ham olib ishlatinglar. Xo'p, yana glutationli, bunisi vitamin C hamda niasinamidli. Buni glutationlisi esa quruq, aralash yuzlarga tushadi. Yuzingiz ugridan qolib ketgan xira dog'laringiz yokida o'sha sepkillaringiz to'qarib ketgan bo'lsa, yuzingiz xiralashib, ajin tushib turgan bo'lsa, shunaqangi yuzlar uchun ham ishlatsangiz bo'ladi. Yuzingizni tozalovchi AHBHli penkasi hamda tozalovchi geli ham bo'ladi. 2 etap tozalaysiz ertamadan kechqurun. Undan keyin yuzingizda glutationli, peptidli tonerini ishlatasiz. Keyinda sivritkasini ishlatasiz. Toner, sivritka hamda krem. Har kuni ertamadan kechqurun shu tartibda birin-ketin ishlatasiz. Kunduzi albatta SPF krem. SPF krem ishlatmasangiz yuzingizdagi muammolaringiz yana ham rivojlanib ketaveradi. Shu sababli men har doim umuman sharoitingiz bo'lmagan taqdirda ham bitta yuz tozalovchi penka oling, bitta SPF krem oling deyman. SPF krem tarkibida ham namlantiruvchisi bo'ladi yuzingizni namlantirishga, hamda quyosh ta'siridan, melatonin pigmentidan siz yuzingizni himoya qilib turadigan yuzingizni himoya qiluvchi nimasi bo'ladi? Moddalari bo'ladi. Agarda siz SPF krem ishlatmasangiz, quyoshdan yuzingizda xira dog'lar hosil bo'ladi, ajinlaringiz yana ham kuchayib ketadi, yuzingiz qorayib ketadi. Shu yozda yuzimizga tirishlar ko'payib ketadi, nimaga yuzimiz qurib ketadi yozda ham. Shu sababli albatta yuzingiz uchun kerakli mahsulotlarni ishlatishingiz kerak. Ko'pchilik qanday zakaz beraman deydi. Hozir shunday kommentlarga o'tsangiz, Telegram gruppamiz linkini qoldiraman, ko'k yozuvda chiqib turadi. Shu yerdan kiringlar. Shu yerni bosib kirsangiz ko'k yozuvni Telegram gruppamizga kirasiz. Yuzingiz uchun hamma turdagi mahsulotlarimiz bor. Dog'larimi, sepkillarimi, ugrilarimi, ajinlarimi, hamma mahsulotlarni sizga topib beraman. Telegram gruppamizga kiringlar.